Ben Jo'rayip aman 85 yaşdaman. Ben peşabımı yurmay, mana serviske, urologiyaga, bölümüge kelgen edim. Peşabım yurmay kaldı. Mana peşabımdı, mana doktorlar yaxşı eken, öz halisiga operasiya kılıp, öz halıga keltirdi. Hazır yaxşıman. Mana operasiyadan çıkkanımga bir 20 gün boldu. Hazır. Mana yaxşı yuruppan, peşabım yaxşı çıkayaptı. Ve urolog doktorlarga ming rahmat. Köp yaşasın, işlariga rivoj bersin. Bundan oldin qanaqa shikoyatlaringiz bor edi? Avvalma, avval shikoyatlarim shu peşabım yurmay, juda qiynalgan edim. Peşabımning bezler ishdi deb doktorlar aniqlagan edi. Shuning uchun men mana shu urologiya bölümüge keldim. Mana kelip operatsiya qildirdim. Bemalol mana hazır peşabım yürüp gitti. Kelip bemalol babaylar mana men hazır 85'e kirdim. Bemalol hazır peşabım yürüppan ko'chada. Kelolmasdan qo'rqib yurganlarga qanaqa o'zingizni tavsiyalaringiz bor? Mana kelolmasdan qo'rqib yurishibdi-ku, bemalol sizga o'xshagan otaxonlar. Ularga qanaqa tavsiyalaringiz bor? Mana agar menga o'xshagan otaxonlar bo'lsa, kelib, agar qiynalmasdan operatsiya qildirib ketinglar. Hech qiyinchiligi yo'q. Operatsiya qildi. Mana 2 soatda men chiqdim operatsiyadan. Og'riqlar bo'lmadimi? Og'riqlar? Og'riqlar bo'lgan yo'q. Bemalol operatsiya qilib, bemalol yurib ketdim men. Peşablarim yurib ketdi. Agar menga o'xshagan, qiynalgan babaylar bo'lsa, 80dan oshganlar, bemalol kelib operatsiya qildirib ketaversin. Mana urologiya bölümü bor ekan, servis degan kompaniyaning urologiya bölümünün doktorlariga ming rahmat. Meni o'z holimga keltirdi.